Assalomu alaykum. Hurmatli YouTube kuzatuvchilari, konteyner profillaridan tom navbat qurish xizmati. Hozirgi ishimiz Qashqadaryo viloyati Chiroq tumanida bo'lyapti. Xalq hashar yo'li bilan qabristonga navbat qurishyapti ekan. Bu obyektimiz 34 ga 12,5 bo'lyapti. Ko'prik alazik 100% konteyner profildan kraskalangan holatda shoda qotish jarayoni ketyapti mana. Tungi qot tayyor bo'lyapti, xudo xohlasa. Bu obyektimizni siliflari kransheyni o'zi bilan bo'lgan. Oldiga tunikafon qilinadi. Suv oldiga tushishi ko'rinmasligi uchun firmalarimiz orasi 1,5 dan qo'yilgan. Xudo xohlasa tunika qotirish jarayonini ham bitgan holatini ham olamiz. Ko'rib turibsizlar. Tepadan ko'rinishini ham olamiz hozir. Yuqoridan ko'rinishi amaki o'tchayu. Bo'lmaydi. Ha, mana ko'prik alazik qizil rangga bo'yalgan tayyor. Profil reykalarimiz 9 temirdan, baquvvat temir ishlangan. Fermalarimiz 8 dan bo'lgan. Ha, usta aka. Ha, kransheyni tayyor o'zidan chiqarilgan. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar, nomerlar qoldiramiz. Nasib bo'lsa, ertaga tunika qotirilgan holatida ham olamiz. Mana aytganimizdek, tunika qotirish jarayoni ham xudo xohlasa yakunlanyapti. Ishimizni oxirgi qismiga keldik. Degan mehnatimiz baholab ketasa degan umiddamiz. Kamchiliklar bo'lsa, qo'shimchalar bo'lsa, izohlarda qoldirasiz degan umiddamiz. Kimga shunday xizmatlar bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Xizmatimiz O'zbekiston bo'ylab.